Assalomu alaykum to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Biz Uyg'ur aşı ziminning egisi bo'lganlik uchun erkiy qirg'inchilik uchrayotganligini o'zingiz beshida e'tirof qiling. Yig'lab, qaqshab, "Voy, vatan ahvoldi, qarindoshlarimiz ko'k bo'ldi." Ha, unda qanday qilsa, zimin deb chiqsanda yig'lab kashkichi manqongni qitib urdi tilidi deb o'ltamay urdi tili saqchi izlaydigansa nima uchun izlaysa nima uchun urdi ma meni deb turib izlaydigansa maqsadingni uqtirasa ash bir odamniki uyg'urga ega chiqmagan odam qandoqsi vatan davosi qildi ash turkiyadagi bir ashu abduveli yasinga ega chiqolmay yurishdi uning buning ishigini chiqib baqdiq. Ondan keyin birisi igi chiqaman dedi. Atdigani yoq midirlayotidi. O nimada İstanbulning o'zida doktorxona izlayapti, men bundaq bo'yotidi deb. Ey midirab baqsang bir gap bo'ladi. Uyg'urga igi chiqmagan odam qandoqsi 50, 60, 70, 80 tashkilotni qurib olib qo'sqonli beqishdan boshqa narsa emaskan-ku. Ashunda odamlarning yana chopini ko'tarib, "Ha, mushlar bizni ozod qildi. Mush vatan davosi qilayotgan tursa" deb o'ltirib ketishsa, o'yin o'ynaydigan chog'da hammasi chiqadi ekan-ku sahnaga. Lekin haqiqiy ish kerak, haqiqiy Uyg'urga inson kerak, yordam kerak vaqtida hammasi beshini ichiga tiqib o'ltirib oladi. Aqlingizni ishlatsangiz, ozroq savol qo'ysangiz, mening qo'llayotganim kim? Mushlar rast davo qilyaptamdi, o'yin o'ynayaptamdi deganga javob topa olasiz. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Uyg'urning erkiy qirg'inchilik uchrash sababi shu ziminning egisi bo'lganligi uchun. Aqlingizni ishlatsangiz, ozroq tafakkur quvvatingizni yetildiring. Rahmat sizlarga.